Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom. Menda bir taklif bor. Hop. Shu jamoat, bizni kuzatib turuvchilar, TikTokdan, Instagramdan, Facebook va hokazo Telegramdan kuzatib boruvchilarga bir yangilik kiritsak. Juda yaxshi bo'ladi. Ya'ni ikkalamiz birgalashib noyabr oyiga menda bitta reja bor. Hop. Badr deb nomlangan umra safarini Ay yurgizsak. maşallah. Men mana bir 6-7 yildan beri bu xizmatda yurgan bo'lsak, to'g'risini aytamiz, men hali Badrga bormagan edim. Mashallah. Xudo xolasa mana shu noyabrda oyiga qo'yilgan reyslarda Badrni uyushtiring, Ismoiljon. Bo'ldi, birgalashib Badrga boraylik. Azizlar, noyabr oyiga Badr deb nomlangan gruppa tuzamiz inshaalloh. Yozilib qoling. Inshaalloh uning ichida o'zingizlar yangilik o'tgan yil ham Badr g'azotiga borganmiz. Inshaalloh bu safar ham Badr g'azotini qo'ydik va yana bu safarimizning nomini Badr deb nomladik. Ilhomjon domla va Kamina Ismoiljon boshchiligidagi noyabr oyiga Badr deb nomlangan umra safarimizga sizlarni taklif qilib qolamiz. Azizlar, qo'rqmasdan Al-Fatih firmasiga kelib pasportinglarni topshiringlar. Xudo xohlasa xizmatingizlarda Ismoiljon va men Ilhomjon hammanglarni duoinglarni olib kelishlikka Nasib qilsin inshaalloh. nasib qilsin. Xudo xolasa harakat qilamiz. Shoshilinglar. Joylarimiz boshlandi inshaalloh.